so'rab turibmiz, ey Allohim o'g'il ber deb deydi. Allohdan so'rab turibmiz deydi. Ayolim deydi, doktorga ketdi-da, tekshirtirib keldi deydi. Tekshirtirib keldi deydi, nastirnasi yo'q. Nima bo'ldi desam, qiz ekan deb aytdi deydi. Jahl ustida oldirasan. Kerak emas qiz bo'lsa, o'g'il bo'lsa tug'asan, qiz bo'lsa kerak emas. Men ham el xalqida ovqatini yuribman, to'yda yuribman, hashamida yuribman. Men ham o'g'lim bo'lishini xohlayman. Elga to'y berishni xohlayman deb dedi, oldirasan dedimda, jahl bilan ko'chaga chiqib ketdim deydi. Ko'chada aylandim, salgina o'zimga keldim, akamdan maslahat so'rash uchun akam uyiga bormoqchi bo'ldim deydi. Akam uyiga boraman deb dedi, bozorlik qildim deydi. 2 lacha olma ham oldim deydi. Qo'shib deydi, 2 lacha olma oldimda bordim deydi. Aka, eshik taqillatdim, akam ochdi deydi. Qo'limdan bozorliklar berdim. 5 yashar qizchasiga deydi, qo'limdagi deydi, olmani berdi. Paketi bilan olmani berdi. Qiz deydi, olmani yerga qo'ydi-da, ichidan 2 tasini oldi deydi. 2 tasini olib deydi, qo'liga olib o'ynab turdi. Otasi deydi, qizim, shu 2 ta olmangdan bittasini menga berasanmi deganda deydi. Qiz deydi, olmani bittasini tishladi deydi. Qizdan deydi, ikkinchisini ham tishladi deydi. Akam deydi, yerga qarab deydi, xafa bo'lganini bildirmay jilmayib turgandi deydi. Qizi, dada, siz bunisini yeya qoling, bunisi shirinroq ekan deb aytdi deydi. Shu gapni eshitdim deydi, ko'zimga yosh keldi deydi. Qiz bola shunchalar mehribon bo'lsa, qiz bola shunchalar rahmdil bo'lsa, men nimaga oldiraman debman. Nimaga deb deydi, eshikni og'zidan kirmasdan akam hech narsa demasdan uyga yugurdim deydi. Uyga bordim deydi. Qarasam deydi, ayolim toppa tayyor turibdi, borib oldirishga deydi. Yo'q, oldirmaysan. Tug'asan, nima bo'lsa bo'ldi. Aysa, tug'asan deb aytdim deydi. Tug'di deydi, 5 ta qizli bo'ldim deydi. Allohga shukr, hammasi zo'r, qizlarim bir-biridan mehribon, ishdan kelsam dardimni oladi deydi. 2 yil o'tdi deydi, Alloh taolo deydi, o'g'il ham berdi. Allohga shukr, mana deydi. Yaxshi ham oldirmagan ekanmiz, yaxshi ham shu ishni qilmagan ekanmiz deb deydi. Ayolim bilan hozir deydi, xursand bo'lamiz, Allohga hamd aytamiz deydi. Shu aka gapini oxirida aytayapti. 10 ta qiz bo'lsa ham deydi, oldiraman demasi kerak ekan deydi. Nimaga deydi? O'g'il bola deydi, umraga yo hajga bilet olib berar ekan, yo bir dam olishga bilet olib berar ekan. Lekin qiz bola deydi, jannatga bilet olib berar ekan. Umuman qizim ko'p, qizli bo'ldim deb nolmas kerak, xursand bo'lish kerak ekan. Qiz bola jannat ekan, jannat ekan. Men bilmagan ekanman. Onangdan qanday mehr ko'rsang, qizingdan ham shunday mehr ko'rar ekansan. Qizingga qarasang onang ko'rinar ekan deydi. Onangga qarasang qizing ko'rinar ekan. Shunaqangi baxt ekan deydi. Men bilmagan ekanman deydi.